Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa Qarshilarda Labo. Akamiz bizani Instagram tarmog'ida kuzatib borarkanlar, mana ishimizga havas qilib tashrif buyurdilar. Xudo xolasa akamizga variantlarni ko'rsatdik, o'zlariga yoqqan variantlarni tanladilar. Mana xudo xolasa ish jarayonlaridan xabardor bo'linglar. Buni balandliklari necha aka deydigan bo'lsangiz, pol qismidan tom qismigacha 1.60 bo'lyapti. Kabinasidan necha chiqib turadi aka deydigan bo'lsangiz, kabinasidan 50-55 sm orasida chiqib turgan bo'ladi akalar. E'tibor qilinglar, mana mashinani yuvganinglarda tabiiyki bortini yopiq holatda turadi. Va yuvgan paytingizda mana germetikalari zang oqizmasligi uchun kraskalanib, mana germetika chiqirgan. E'tibor bilan qarasanglar. Akalar, kimga shunaqa tent xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahrida joylashgan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Ishinglarni tez va sifatli, eng muhimi ko'yinglardan joy oladigan qilib, hamyon bo'lgan holatda qilib beramiz. Like bosib, podpishka qilishingizni so'rab qolamiz.